Assalomu alaykum azizlar. Ishtixondan gapiramiz. Ishtixondan gapirmasak qayerdan ham gapiramiz deydi-ku. Ana shu Ishtixonda dehqon bozori. Qarang, hamma narsalarning orasida narx-navolar bilan ishimiz yo'q. Bozor narxi o'zi hammaga ma'lum. Shuning uchun narx-navo bilan ishimiz yo'q. Nima uchun ishimiz yo'q? To'kinchilik bo'lsa bo'ldi bizga. Bizga hammasidan ko'ra mana shu to'kinchilik kerak. Ha, nerda Rayla degan opamiz o'tiribdi qozmagida. Hozir opani ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Ha, opa, zo'rsizmi? Ana shu opa, Rayla opa bo'ladi. Yana qozmakda jihozlarni ko'rsatib beramiz. Ana shu yerda. Xullas, Ishtixon bozori har doim gavjum. Boshqa bozorlar singari. Qulumdikalarning narxlari ham tushib qoldi menimcha endi. Mana mayska giloslar ham kelib qolgan. Shaftol, ur, zoldar, tavba. Halidan xullas to'la hamma joy.